Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz dasturlash tili kursiga kirish qilib C++ dasturlash tilini o'rganamiz. C++ dasturlash tili boshqa tillarga qaraganda ancha osonroq hisoblanadi va bunda ishlab o'rgangan inson boshqa tillarda ham osongina ishlab o'rganib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. C++ dasturlash tili hozirgi tillarga qaraganda ancha yaxshiroq ishlaydi. C++ dasturlash tili bu yuqori darajadagi va umumiy maqsadli dasturlash tili bo'lib, u bir mikrodastur yoki portativ ilovalarni ishlab chiqish uchun idealdir. Dastlab tizim dasturiy ta'minotini yozish uchun mo'ljallangan va u 1970-yillardan boshlab Unix operating tizimi uchun Dennis Ritchie tomonidan Bell Labs'dan ishlab chiqilgan. Endi C'ni kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda u bilan ishlaganda oson bo'ladi. Buning uchun CodeBlocks, VS Code yoki NetBeans'lar juda ham keng qo'llaniladi va bularda ishlatish juda ham oson. Replit It esa bu onlayn foydalanish uchun mo'ljallangan.